Assalomu alaykum, aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Mening bu isteksiz urush haqidagi leksiyalarimni anglab kelayotgan qarindoshlar diqqat. Isteksiz urush ikkinchi qismi tashviqot urushining to'rtinchisi. Bugun tashviqot urushi shuning bilan oxirlashadi. Qarindoshlarga ma'lum bo'lganidek, isteksiz urushning keyingi davomi psixologiyalik urush. Ya'ni 3-bölümü psixologiyalik urush. Bugun bu tashviqot urushining oxirgi qismi qisqaroq. Bu tugab qoldi va qolgan vaqtda men amaliy tashviqot o'rnaklaridan bir nechini so'zlab beraman. Tashviqot va qoyil qilish. Ba'zi tashviqotlar depli qo'ydi. Az to'la kayfiyat yaratadi bo'ldi. Ammo ba'zi tashviqotlar cho'qim degan yeriga kelgizgizcha davom qiladigan bir xil izchillik va takrorlashdi bo'ladi. Biz bu yerda deydiganimiz tashviqot va qoyil qilish mana shu xil qoyil qilmoq to'xtamaydigan tashviqotni ko'zda tutadi. Tashviqot texnikasi bilan o'xshashli muhim bo'lgani 4 qadamlik ta'sirlantirish strategiyasidir. Birinchi qadami avvalgi qoyil qilish bosqichi yoki vaziyatni kontrol ostiga elish bo'lib, maqsad berildigan hukmni, ya'ni iddiani bo'lishliq qabul qiladigan so'rin hozirlash deyishgan bo'ldi. Ya'ni tayyorlik. Bu terishga hozirlagan, o'z kelishgan tayyorlash. Avvalgi qoyil qilish bosqichida tashviqotchi tashviqot obyektiga berilayotgan masajning har kim biladigan yoki har kim shundoq bo'ladiganligini qabul qiladigan masajlar sifatida sunadi. Bu qabul qiluvchining ra'yi bo'yicha shundoq emas, tashviqotchining uslubi bo'yicha shundoq bo'lishi kerak. Ya'ni har kim qabul qila oladigan va har kim shundoq ekanligini biladigandek uslubda. Masalan, ko'pchilikka ayon bo'lganidek, Xitoylar natsistlarni changida qoldiradigan darajada zolimdir deyilganida, haqiqatan da ko'pchilikka ayonmidi bu Xitoyninki bu darajadagi zolimligi. Ayon emasmidi? Bu tarafini aniqlab o'tirishga o'rin yo'q. Tashviqotchining tunishi bo'yicha bu har kim biladigan va to'g'ri topadigan bir qarash kabi suniladi deganlik. Biz bu tashviqot jumlalarida ko'pchilikka ayon bo'lganidek aniqki hammamiz biladigan degandek qistirmalar bilan buni go'yo umumlashgan, ko'pchilik qabul qilgan bir ishtek ko'rsatishga tirishimiz deganlikdir. Ikkinchi bosqichda manbaning ishonchlikligi hosil qilindi. İlgari surayotgan fikrimiz, ya'ni tashviqot orqali sunilayotgan mazmunning to'g'ri va ishonchli ekanligi haqida obyektga go'yo kafolat berayotgandek qilib, mavzuning ahlillari ishonchli deb e'tirof qilinadigan manbalar ko'rsatildi. Uchinchi bosqichda tashviqotchi obyektning diqqati, tuyg'usi va xiyollarini xohlagan nuqtaga yo'llantirish kerak. Bu nuqtaga kelganda tashviqot obyektlari o'z-o'zini qoyil qilishga boshlaydigan vaqt kelgan bo'ladi. Diqqat tamoman Xitoylarning inson qalbidan chiqqan zolimlik mavzusiga markazlashishini, deyilayotganlarga ishonishni qo'lga keltirishga tirishish kerak. To'rtinchi bosqichda
obyektning tuyg'ulariga hukmronlik qilish mumkin bo'ladi. Teşviqatçı, teşviqat obyektlarida bir tuyg'u uyg'otgan bo'ladi, ham bu tuyg'uga muqobil bir yo'lni sunish orqali uni xohlagan sanamga dast tutishi mumkin. Bu qoyil qilish teşviqatining 4 xil strategiyasi. Endi qarish teşviqat. Qarish teşviqat deyilganda ko'pchilikning darhol ko'ngliga ma'lum bo'ladi. Dushman teşviqatiga qarshi elib beriladigan teşviqat bo'lib, dushmanning bozorga solganlarini yolg'onga chiqarish va uning aksini bozorga solish demakdir. Bu yana raqobatchi guruhlarga qarshi qo'llanilishi mumkin. Masalan, Xitoylar Sharq Turkiston mustaqillik jangchilarini qarshilik iddiasidagi barliq Sharq Turkistonliklarni terrorist deb tashviq qilgan ekan, uningga qarshi tashviqat bu badnomni yolg'onga chiqarish. Aksicha, Xitoylarning davlat terrori hatto etnik tozalash elib berayotganligini isbotlash orqali mazmunlar qarshi qatorliq mazmunlar qarshi tashviqat hisoblanadi. Ta'siri kuchli bo'lgan qarshi tashviqatni amaliylashtirish uchun teşviqat analizi elib berilishi kerak. Birinci, manba analizi. Yani düşman teşviqatini biz analiz qilishimiz lozim. Birincisi, manbasini analiz qilamiz. Teşviqat qiluvchi manba, tashkiliy qurilmasi, tarixiy vazifasi, teşviqatni o'rinlashtiruvchi shaxslar nuqtasidan tadqiq qilinadi. Ikkinchi, vosita analizi. Teşviqatni amaliylashtiriishda qo'llangan vositalar, qurollar tahlil qilindi. Ya'ni qanday matbuotda, qaysi xil, ko'rinishlikmi, ovozlikmi, yozmami, maxsus broshurlarmi yoki normal gazet jurnallardimi degandek. Teşviqatda ishlatilgan axborot, matbuot organlarining tespiti bu doirada amaliylashtiririldi. Üçüncüsü mazmun analizi. Teşviqatning mazmunini analiz qilamiz. Nima demakchi? Teşviqatning mazmuni uqtirish ko'zlangan asosiy masajlarning tespit qilinishi, ya'ni tekshirilishi mazmun analizidir. U nima demakchi bu teşviqat? Onu analiz qilamiz. Endi toplum analizi, ya'ni ijtimoiy tadqiqot. Teşviqatning obyekti bo'lgan ijtimoiy to'qilma tahlil qilindi. Ya'ni ijtimoiy kollektivning to'qilmasi, qurilmasi, uning rahti qanday? Jaraqmi, jingraqmi, tegichingmi, bo'shmi? Obyekt, ya'ni xalq tahlil qilindi. Endi qarshi tashviqot uchun nishon qilingan jamoatning tekshirilishi nima uchun muhim? Bu ko'pchilikka ma'lumki, u tashviqotni qabul qiluvchi u xalqning saposi, qurilmasi tashviqotni qanchalik qabul qiladiganligiga, qanchalik buning o'zlashadiganligiga hukm qilishimiz uchun nihoyatda muhim. 5. Ta'sir analizi. Teşviqat qilg'ich taraf teşviqat qilishni ko'zlagan maqsadlarga yetdimi yo'q? Ya'ni shu xalqqa ta'sir qildimi bu? U xalq buni to'g'ri deb qabul qildimi yo'q? Qanchalik ta'siri bo'ldi? Bular tahlil qilindi. Bularning hammasidan keyin qarish teşviqat to'g'ri planlandi. Shundaqla dushmanning qaysi nuqtalarga asosli hujum qilinadiganligi belgilandi. Dushman teşviqatı qarshi turish texniklari. Bunun birincisi oldini olish texniki. Dushman teşviqatida qo'llanilish ehtimoli bo'lgan manbalarni, o'rnaklarni dalil qilish ehtimoli bo'lgan har narsani oldin mo'ljallash va bularni o'z foydamiz tarafga burab sharhlash deganlikdir. Buning bilanli qolmay. Bu usul qo'llanilgandan keyin dushmanning qanday inkas beradiganligini mo'ljallash,
tug'ilg'usi inkaslag'imi oldin javob berish kerak. Buning uchun bir psixologik ijrochining bo'lishi zarur. Buning birisi to'g'ridan to'g'ri raddiya berish. Bu usul eng ko'p qo'llanildi. Bu dushman tashviqotida o'tirib qo'yilgan nuqtai nazarlarga uduldan hujum qilib, sapsatillarning mezin chuvish demakdir. Yana biri vositalik raddiya berish. Vositalik raddiya berishning turlari ko'p bo'lib, ahvolga qarata imo qilish, ta'na qilish, masxar qilish, latif to'qish. Pichoq ariyat elib odam o'ldirish qatorliq usullarda elib berilishi mumkin. Endi yana biri burmalash texniki. Bu usul ko'pincha kommunist tashviqotlarda ishlatilgan bir usul bo'lib, kommunistlar nomussizlik bilan haqiqatni burmalaydi, tarixni burmalaydi, asli hodisani burmalaydi. Her narsani o'z ehtiyojiga asosan qaytadan qurashtirib chiqadi. Burmalash yolg'onchilikqa yotadigan fazilatsiz qilmish bo'lsa-mu, bu metod orqali dushman tashviqotida burmalangan nuqtalarni takror burmalab asliga qaytarishga to'g'ri keladi. Shundaqla ba'zi o'zini qochirishga bo'lmaydigan satchiliklarga qaratamu burmalash ilib berilishi mumkin. Ba'zida tashkilotlar, guruhlar, shaxslar yoki davlatlar ma'lum satchiliklarga qarab qoladi. Endi uningdan o'zini qochirishning mumkinchiligi yo'q. Uni jimi odam bilib ketdi. Tenivag'inin bo'lmaydi. Bunday ahvolda uning bek o'tkir qirlarini bir oz burmalab, uni biraz aqlga muvofiqroq qilib ko'rsatishga va bu sababdan o'zining pozitsiyasining ashunda bo'lganligini tasvirlashga, kishilardagi darhol paydo bo'lgan, ya'ni satchiliklarga qarata kishilarda darhol bir kuchli bir nafrat paydo bo'lishi tabiiy. Bu kuchli nafratni bir oz bo'lsa-mu paskariga tushirishga urinishga bo'ladi. Bu burmalash metodi orqali. Endi yana biri lomjim qilmaslik. Ya'ni sukut eng yaxshi javob degan pozitsiya. Marksning sukut bilan o'ltirish deganidek ba'zi mavzularda aldiraqsonlik bilan ifoda bildirish, maydonini ifodalashdan ko'ra sukut turish texim foydali bo'ladi. Dushman tashviqotiga qarshi tashviqotning ta'sirlantirish kuchi, qoyil qilish kuchi tuyon bo'ladiganligi mo'ljallangan ahvollarda buni deganning foydasi yo'q degan ko'nglimizga ayon bo'lgancha bo'ldi. Mag'lub bo'lishi aniq bo'lgan qarshi tashviqotdan voz kechib, sukut qilish, ko'nlar degandek uyni chimdab o'ltirish roli o'ynashi mumkin. Endi yana bir xil tashviqot singdirish, immunitet qozondirish texniki. Ya'ni immunitet meditsinada kasalga qarshilik kuchi degan gap bu. Kasalga qarshilik kuchi yoki virusga, mikrobga qarshilik kuchi insonning. Ya'ni tirinish kuchi. Bu nishon ommaga tuyg'u singdirish, ideya singdirish orqali qayta shakllantirib, dushman tashviqotiga qarshi tirenma kuchini oshirish, avtomatik holda qarshi inkosga o'taydigan qilish ma'nosida. Cheklama tadbirlari. Bu diktator davlatlar tarafidan amalga oshirilgan bir xil usul bo'lib, erkin fikrlarning nishondagi xalqqa ulush yo'lini taqab, o'z tashviqotidan boshqaga yo'l vermaslikka qaratilgan. Kommunist davlatlar, natsistlar bularning ulgusi. Ammo bu bizning imkonlarimiz daxilida emas. Ya'ni biz nishon qilingan omma degan vaqtimizda o'zimizning xalqqa qaratilgan tashviqotni faqatla bizning ideologiyamizning iqishi bo'yicha elib boramiz, boshqa xalqqa ziyonli bo'lish ehtimoli bo'lgan boshqa fikrlarni anglatmaymiz desak, bu cheklash usulida
biz ularni chekleyemeymiz. Çünkü biz devlet kurulması ega olmaganligimiz için çekleş imkanımız yok. Her qanday fikirni anlaya alaydı bizim bu memleket teşvik xalq. Eğer biz bunu düşmanga qarta elib berilayotgan teşviqat desek, o halda bunda çekleş imkanımız, üzümüzninkidan başqani anlatmaslık imkanımız texmi yok. Şuna bu usul bizge o kadar to'g'ri kelmaydi. Ammo teşkilatlar ichida buni qiyg'ili bo'lishi mumkin. Teşkilat bir modda sifatida teşkilatning nizomnomasiga, ya'ni a'zolarning amal qilishi shart bo'lgan bir modda qetib, bu moddada teşkilatning nashr afkori tarafidan e'lon qilingandan boshqa narsalarni ko'rishga va o'zaro o'rtoqlashishga ruxsat yo'q deyish orqali buni qiyg'il bo'ldi. Masalan, Turkiyadagi bu Nur jamoati, ya'ni Fathullah Gülen jamoatining a'zolari ichida bu usul qo'llanildi normalda. Ular o'zlarining shu jamoatning gazeti, shu jamoatning jurnalidan boshqa, shu jamoatning cho'nglarining so'zlagan so'zlaridan boshqa narsaga qaramaydi. Bunga amal qiladi ular sadoqat bilan. Yana bir usul e'tibor qilmaslik. Düşman teşviqatining ta'sirini azaytmak uchun temaga bepisand muomala qilish, anglamaslik qilish chorasidir. Buningda teşviqatda bo'lishliq nuqtalar ustida to'xtalish, temaga oid faktlarni oshkorlashning vaqti kelmaganligi, vaqti kelganda düşman teşviqatining abdi bashirisi cho'qim echib tashlanganligi bishorati berish orqali oxirida ishonarlilikni ta'min etmek uchun düşmanning ayblashlariga qisqacha tegib o'tib, temini boshqaga burash orqali taqobil turish demakdir. Yana biri taqlid qilish orqali aldash. Bu texnik düşman teşviqatining ishonchlilikni azaytish, yo'q qilish uchun qo'llaniladi. Düşman teşviqatini yenikkina o'zgartish orqali, ya'ni burmalash orqali bu turdagi teşviqatning oxirgi ta'sirini almashtirib o'tish mumkinchiligi bor. Teşviqat siyosiy urush, bir ruhiy urush bo'lib, bu kishilarning zehnini ishg'ol qilishni nishon qiladi. Düşman teşviqatini analiz qilish orqali düşmanning navbatda nima qilayotganligi, nima qiladiganligini emas, kelajakda nima qilmoqchi ekanligini qiyos qilish mumkinchiligi bor. Endi kunimizdagi ba'zi teşviqat örnekleri amaliy misollar. Ko'pchilikka ma'lum, tor dunyosida mening bu Tomuz aylarida Turkiyaga qilgan safarimdan ilgari birdilla mening 1998-yılı Tomuz'da O'rta Osiyoning Olmut shahrida yuz bergan 4 mujohidning o'ltirilish voqeasiga aloqam borligi fitnasi o'tirg'i terildi. Bu teşviqatning ikki turiga mansub. Buning biri e'tiborini tushirish teşviqati degan kategoriyaga mansub bu teşviqat. İkincisi burmalash teşviqati, ya'ni kommunistlarning qiladiganidek haqiqatni burmalash turiga mansub bu teşviqat. Bu teşviqatda bularning ko'zligini mening e'tiborimni tushirish. Uningdan boshqa maqsad yo'q. Garchi ularligi qahramonlarcha o'tirib chiqib şehit kılıngan 4 mujohidning davosini qilayotgan salohiyatni ko'rsatsimi ko'pchilikka. Bu alqi bir xil jalb qilish aldamchiligi bu. Amaliyotda ularning maqsadi 4 mujohidning
xundavas qilish emas. Buni hozir isbotlaymiz. Faqatla mening e'tiborimni tushirish. Mening e'tiborimni tushirish kimga foyda qiladi? Sharq Turkistonlarga foydasi bormi? Buni ko'pchilik o'zi o'ylasa bo'ladi. Endi bizning ko'pchilikda ko'rilgani tashviqotning ommaga qaratilganligi, omma rost yolg'onga hukm qilish bilan emas, ash anglaganga ishonish bilan mukallaflikni buningdan ko'rib oldi. Chunki omma shu savollarni so'rash kerak aslida. Birinchi, agar bu tashviqot rost bo'lsa, bu shu tuhmatnoma ko'rayotganingizdek, ingikining tegi glastik taraf ko'rinib turg'ini mening rasmim bu. Ana ustida o tuhmatnomaning to'liq tekstimi bor, bugungacha bor u. Endi bu tegidagi inkas hisobida yozilgani bu tuhmatning ag'dirilganligining e'tirofi bu. Endi ko'rayotganingizdek, agar bu tuhmat emas, haqiqat bo'lsa, ismi bilan o'tirib chiqmak lazım. Birinchi diqqat. Xalq, sizlar Sharq Turkistonlik qarindoshlar, ismi bilan o'tirib chiqmagan narsaga gumoniy qaranglar. Buningda xatolashmaysizlar. Demak, uning haqiqat bo'lish ehtimoli nolga yaqin. Shunglashqa u o'tirib chiqishga, o'z ismi bilan o'tirib chiqishga jur'at qilolmagan deb qarasanglar bo'ladi. Dunyoning hamma yeridagi sotlarda hukm qilish uchun guvohlik muhim bo'ladi, dalil isbot muhim bo'ladi. Ammo ismsiz xatlar dalil isbot deb qabul qilinmaydi. Bu shuningga o'xshash yani. Yolg'on ism yoki ismsiz bo'lsa, sotda dalil isbot bo'lolmaganidek, bu yerdami hech qanday haqiqat hisoblanmaydi. Bu birinchi diqqat qiladigan ish. Ikkinchi diqqat qiladigan ish. Endi bu tuhmat burmalash, tashviqotning burmalash metodi bo'yicha burmalab ko'rsatyapti bu voqeani. Bular e'tirof qildiki, men Olmaotada emas u vaqtda. Uni aniq biladi ashularni. Biladiganligini dedi. Endi buning o'zining e'tirofi bo'yicha yana birinchi baş jinoyatchi Mehmet Emin Hazret, sherik jinoyatchi Abdulhamid Tursun, ergashuvchi jinoyatchi men. Ya'ni uchinchi shaxs. Nima uchun bu uchinchi shaxsning tepkisiga markazlashib qoladi bu hujum? Nima uchun birinchi ikkinchisini tashlab etamiz? Bir da'vo unda bo'lamdi. Bir da'voda asosli jinoyatchi chon tutiladi. Ergashuvchi jinoyatchi hatto surishti qilinmaydi. Kamchilik qiladi. Ammo bu yerda maqsadning bu da'vo emas, qaralashganligi buningdan isbotlandi. Buningdan isbotlandi. Uning uchun baş jinoyatchi va sherik jinoyatchi bilan kari yo'q. Uchinchi o'rindagi agar shu rost deyilgan taqdirda men uchinchi o'rinda. Uchinchi o'rindagiga eslab olaman. Va bu tuhmatda voqeaning mohiyati burmalansa, albatta u maqsadga uyg'unaldi, bu burmalanadi. Tashviqot degan shunda. Ammo ba'zi burmalamaydigan narsalar bor. Rastdan rost deydi. Masalan, yil. Buning bo'lgan yilini to'g'ri yozilgan. 99 deyilgan. Bu 98 yuz bergan. Bu da tuhmatni sal diqqat bilanroq yozasizlar, apandilar. 98 yuz bergan. 99da
Sizlar eyipkar deb o'tirib so'rab chiqayotgan men bu ishga ega bo'lib, bu 4 mujohidning yoki 4 yosh yigitning ishiga ega bo'lib, uni surishti qilgan, uning davosini qilgan tunji da'vogar men 99da Turkiyaga keliblam, Turkiyadagi bir qancha xolis jamoatning qatnashishi bilan javobgarlarni chaqirib dengiz bo'yida tunji suhbatimiz bo'lgan. Hisob so'rash suhbati. Marhum Salih Yajikam pishqadamlardan uning o'g'li Mehmet İsa, Seyfullah Pamir, Çakmakçı, Abduveli Mahsum, G'appar Mahsum qatorliq bir qancha İstanbul jamoatidan bu voqeaga aloqasi yo'q xolis shaxslarni taklif qilib bu hisob so'ralgan. Men bu hisobni so'raganda bu bugun o'tirg'i chiqib meni aybkorlar qatoriga qistirib zo'lab da'vo qilmoqchi bo'lgan bu da'vogarlar 20 yildan beri qayerda edi? Bir tomning tagida qolganmi bular? U yerdan qo'polmay bu qadar kechikib ketdimi? Tamam. Bu kechikishini tushunini tomning tagida qolibdi, endi o'milab chiqibdi deyni. Xo'sh. Yılını to'g'rida 99 emas, 98. Bir. İkincisi 20 ming dollar pulni men yeb ketibdimishman. Nimishqa men yeb ketgandimmi? Mening hayotimda men umumning pulini tiyinini tutib baqqan emasman. Mening pul tutadigan odatim yo'q. Bu xalqimga bir deb qo'ydigan gapim shuki, bu turdagi tuhmatlarni ko'rgan hammatlar yolg'onga chiqarsanglar xatolashmaysizlar. Chunki men pul tutmayman. Chunki men millatimni nayt yaxshi tushunganligim uchun pul tutish orqali eng oson qarilinib qoldiganligimni bilaman. Uning uchun pul tutishdan eng o'zimni qochirib keldim bugungacha. Shu o'tirasiyadimi boshqa ish beshidagilarning hech birini tonimaydigan, faqat meni taniydigan yaqinlarim iyonalarini ekilib, menga bergan vaqtida men tutqunlandim. Yanchqon sal dedim. Jur. Başlap apırıp, o adamga bersan dedim. Nima uchun? O dedi ki, biz sana işimiz go, sen berib qo'ysang bo'lmadimi apırıp? Biz o adamni ko'rinmasak yaxshi emasmi? Bizni boshqalar bilmasa yaxshi emasmi? Biz sana bersak, sen apırıp bersan bo'lmamdi. Yo'q, qarindoshim. Sen menga berisi to'g'ri. Men uni apırıp beraman chuqur. Ammo sen mening apırıp berganligimni ko'rmaganliging uchun keyin zaman o'tgan vaqtida, bu ish so'g'chilashgan vaqtida, yaxshi kunning yomoni bo'lgan vaqtida men buningga bergan degan narsalarga keladi. Bu Rasululloh apirib bergandimi yoki yanchiqqa kunab qilib o chiqis kelmagandimi degan gumonga qoladi. Gumon paydo bo'ladi. Shunglashqa men tutmaymanki, seni boshlab apirma o'zing qo'ling bilan ber. Men bu darajada yo'l tutgan bir odam. Shunglashqa pulning gapini buning yog'i, bu tuhmatlarda pulning gapini qilsanglar yengilib qolasizlar, apandilar. Buni deb qo'yay. Endi bu samimiyatsizlik, bu qora niyatni yana shuningdan bilamiz qarindoshlar. U astidagi inkas shaklida yozilgan bu narsaga qarasanglar, G'ulom Osmon apandining pokliq o'tirg'i chiqdi. Bundan keyin fitna qilmanglar. Bizmi mushu yozmaga o'xshash anglab, akşam leksiyada o hisobni so'ramiz deb tayyorlik qilgan. Bu ishlarni Ismoil Chingiz anglab, bu ommaviy so'rin urush majra bo'lib qolsa bo'lmaydi. Men o'rinlashtiray deb leksiyadan keyin mehmon oshxonasiga o'rinlashtirib, ikki tarafdan 6 kishi suhbatga qatnashib, bu ishlar oydinlashdi. O 4 qarindoshimizni Mamtun Nazratning buyrug'i bilan Abdulmut Tursun odam yollab shahid qilibdikan. O vaqtda G'ulom apandi u yerda yo'qkan. Guvoch keltirdi, u Mamtun Nazrat G'ulom apandini o'ldirishga buyuribdikan. Lekin o'ldirolmabdi. O 4 shahid qarindoshimizning hisobini birinchi bo'lib
Ulam efendi Mehmet'in Nezrettin soraptı. Bu işlenmiş şekilde braderler şuna pakit bulmasa bunda töhmetlerden uzak dursanlar buludu. Va keza. Hoş. Sen bunu itiraf kıygan bolsan, bunu tordan nemişke elep etmedin bu üstüdeki töhmetni? Bu samimiyetsizlikning birinci nuqtası bu. Qarindoshlar, bunu so'raysizlar. Buni töhmetga yolg'onken deb ishonibsan. Nima uchun buni ep tashlamading? Hech bo'lmaganda bu aqlangan odamning bu javobgarlar tizimidan chiqarib tashlangan odamning ismini chiqarib o'tib, aniz rasmini chiqarib o'tib, andin buni qo'yaver. Andin bu samimiy bo'lgan bo'ldi. Bir. İkincisi, eğer sen hakikaten de şu mücahitinin davagiri olsan, üçüncü derecedeki bir cevapkar akılınıp bu gumanlık daireden çıkarılgandan keyin bu halka teximi taraygan bulmamdı. Bu davanı teximi ciddileştirip cevapkarını kıstaş, cevapkarını tutuş, cezalaş. Teximi takazza kılınmamdı. Üçüncüsü çıkan hamatlam sen davadan vazgeçtin şu anda. Sen kanda dava görsen? Anlasam ölgüçülerinin birisinin inisi Şvetsiyadaymış. Ve o aksinin katılığı bilen kol edişip görüşüp hata düşünüp tükenmen dep onunla köngül izarı kıptı. Vaylata, vaylata. Senin akanın davasını men kıldım. Men. Sen onunla tızlangan bolsan, men tek tızlanmadım, davamlıq kılıp atıma. Ve kılımen. Ve bu atalmış davagar görüngen İslam çömperdissiga orunu vargan qarindoshlar yoki ependiler, qarindoshunda qilmaydi, ependiler, sizlar bunda çömperden tashlab yutinglar. İslamning obraziga qarshi bo'lib qo'ysizlar. İslamda töhmetning jazosining bo'lganligini bilishinglar kerak, islomchi bo'lsanglar. Va bu töhmet aniqlangandan keyin uni o'tirdi süpürüp tashlashning burchinglar ekanligini, vazifanglar ekanligini, qarzinglar ekanligini tushunishinglar kerak bo'ladi. Ammo u töhmet hozir turdi. Maqsad nima? Maqsad e'tiborini tushirish. Mening e'tiborimni tushirish. Va mening e'tiborim tushsa, Sharq Turkistonliklarga qanday foyda bo'ladi? Buni o'ylayman. Endi navbatda yana bir tashviqot yuz berdi. Bu vasvas terish. Ya'ni bu istihbarat teminlarida o'tirib qo'yildi. Vasvas terish, kishilar qalbini parakenda qilish, o'tirini qo'ch qilib ishlangan. Bu Sharq Turkiston surgundi hukumatida vazifasidan taslangan Ahmedjon Osman tarafidan terilgan bir satchilik. Bu amaliyotda bir turli tashviqot. Parlamentni taqib etdim degan bu mantiqsiz gap va bir dilla Sharq Turkiston surgundi hukumatining bir radiosi paydo bo'ldi. Birlik etim Urumchidan anglitish yurib keyin yo'qlab ketdi. Didoringni ko'rsat, kimligingni biz bir ko'rib baqalaylik degandan keyin u didorini ko'rsatishga petinolmadi. Yo'qoldi. Uningdan keyin kishilarning ra'yiniga qarata. Kishilarda ben deb o'tganimdek psixikasida, yoshirin anda bir mayillik psixikasi oldu, mayillik. Yani özlem Türkçe'de, Uygurça'da bir xil tama, bir xil ümit kütüş mayilliği. Bu mayillikka qarata
Naytım ünümlük bir doğru verdi bu Ahmetcan. Yani umumi saylamdan ibaret bu tütekberdini koyup verdi. Halk bunundan mesul oldu. Halk bunundan mesul oldu. Bu nay çıraylık anılından gaplı. Bunda umumi degen, birlik degen bu gaplının jalipkarlığı var. Ama emniyetçiliki yok. Kollanışçılığı yok. Bizning amaliyatimizga mos kelamdi, kelmamdi, buni o'ylaymiz aldi bilan. Buning ga deganda ishonishdan va buni ajab bir esil gap qildi deyishdan burun bizning amaliyatimizni o'ylaymiz. Men deb o'tdim, ilgirimi dedim, keyin bu Ahmet Bidayining suhbatidami dedim. Mamlakat tashida Xitoyparastlar, Xitoylar g'arazlik chiqargan odamlar, qalaymiqanchilik terish uchun chiqargan odamlar haqiqiy vatanparvarlardanmi ko'p. Onun üstüge ular teşkillenelaydı. Bir yakadan baş çıkaralaydı. Çünkü onun arkasında bir uyuşturucu, zorluğucu güç var. Zorluğucu güç. Ama başka normal halklar arkasında zorluğucu güç olmaganlığı için ular halasa kilidi. Keldige yerge halimiz kemmeydi. Ular uyuşanmaydı. Bu evvalda düşman istihbaratı g'alba qiladi bunlar. Yo'g'on gapni qilish oson bo'lgan bilan biz tashkilotlarimizni tatqizib qo'yamiz. Buning misollarini nima deb berdim men Kanadada bo'lgan saylovlarni qarindoshlarimizga. Amerikadan bo'ladi ekan bunday saylovlar. Agar bunda deb o'tirg'ib bir chaqiriqni chiqarib, rasmiy shunda qiladigan bo'ldik degan vaqtingizni ko'rsizki, hech zamon namoyishni ko'rmagan. Hech zaman bir Uyg'urning faoliyatida ko'rmagan. Hech zaman o'tirda Sharq Turkiston deb bir bayonda bo'lib bakmagan. Qo'liga bayroqni tutib bakmagan odamlar har toshning to'shiklaridan chiqib keladi. Mana bu qalaymiqanchilik mana shu kishilarning raydagi moyillik qilipidan foydalanib xalqning kallasini qalaymiqan qilish uchun chiqarilgan yana bir xil tashviqot o'rnagi. Endi yana bir tashviqot o'rnagi bir necha qatim dedim. Muhtaram inim Abdurim G'ani Hollandiyada uzluksiz davomlashtirayotgan yolg'iz kishilik namoyish deb atalgan tashviqot. Bu tashviqotning unumi, roli naychi cho'ng. Bu hem guvoh ko'rsatishni rasmlar orqali, hem qoyil qilishni, paket ko'rsatishni, hammani o'z ichiga olgan, ixcham bo'lishiga qaramay, nayt ko'p tashviqot prinsiplarini o'z ichiga olgan, nayt ko'p tashviqot texniklarini o'z ichiga olgan bir xil tashviqot. Bugun tashviqot haqidagi temamiz tashviqot urushi mavzudagi temamiz shuning bilan tugadi. Endi kelar qatim istiteksiz urushning 3-bo'ligi psixologiyalik urush haqida to'xtalamiz. Ko'pchilikka rahmat.